Salom farzandlarim, o'g'lim Saddam, qizim Dinora, kenjatoyim Yashnar. Yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Dadajonisiz, siz ham yaxshimisiz? Farzandlarimiz sizni qiynab qo'rmadimi? Mana 9 yildirki men sizlarni Allohimning uyidan kuzatib turibman. Dadajonisiz, sizni yoningizda bo'la olmaganim uchun, ko'z yoshlaringizni arta olmaganim uchun meni kechiring. O'g'lim Saddam, sen yaxshimisan? O'g'ling Muhammad Yasin ham yaxshimi? Qizim Dinora, sen yaxshimisan? Mendan keyin qiynalmayapsanmi? Turmushga chiqibsan, farzandlaring Abdulloh, qizing Rayyona yaxshimi? O'zing bitta qiz eding, seni ham yolg'izlatib ketdimi, bolam? Dardlashgani hech kimim yo'q deb o'ksinma, men hamisha sen bilanman. Yashnar, yaxshimisan? Yashnar, ilohim senga uyim, joyim deydigan iymonli, soliha kelin kelsin. Sendan umidlarim katta. Jonim farzandlarim, men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Oqibatli bo'linglar.